Bir qancha aziz vatandoshlarimiz bugun musofirlikda bo'lib qoldingiz. To'g'ri, har kuni dasturxon atrofida o'zimiz bola chaqamiz bilan o'tirganimizda, bag'rimizga bosib turganimizda ota-onamning duosini olaman, farzandlarimni boqaman, kamiko'sini qilaman, kasalim bo'lsa davolayman deb musofirchilikka chiqib ketgan azizlarimiz borsizlar. Alloh sizlarni salomat qilsin. Lekin sizlarni qalbingizga bir xursandchilik beray. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam musofirning duosi mustajab dedimi? Siz bugun musofirlikda turib bizning haqqimizga, farzandlaringiz haqqiga duo qiling. To'g'ri, bizga o'xshab bolangizni boshini sila olmayapsiz. Yuzidan o'pa olmayapsiz. Ota-onangizni oldida tura olmayapsiz. Kechqurun ko'zingizga uyqu kelmayapti. Lekin aziz dindoshim, hurmatli yurtdoshim, musofir musulmonim, lekin siz duo qabul bo'ladigan kimsa bo'lib turibsiz. Bu sizga Allohning marhamati. Duo qiling.